Balan qarang. Mush nurg'un ayollar bir-birini yaxshi ko'rolmaydi ekan. Lekin yana yaxshi ko'rgan qiyofatga kirib oldi ekan. Ular ayni chaqda shu parat şirindek zadi muhabbetlashib hatta haqlar qarshi tursa, mana shunday unimay to'y qilgan tursa, nima ish qildi unda oldu? Chunki bir odamni haqiqiy yaxshi ko'rish uchun uni ikki qatim yaxshi ko'rish ketildi. Chunki biz birinchi qatimda qarang, qarshi tarafniki asli holatini yaxshi ko'ra olishimiz mumkin emas. Biz endi yosh vaqtlarimizda ota-onamiz suylaydi, o'zimizniki chaq-chaq yerilib ketgan qalblarimiz to'laydi, havaslarimizni kuch bo'ladi buningda. Angizmish do'stlarimizniki keyinda qilayotgan bir tashvish qo'rqishimiz bo'ldi. Mushunchalik ko'p sabablarning orasidan qarang, biz u qarshi tarafniki haqiqiy holatini yaxshi ko'rib to'y qila olishimiz bekdas. Asosiyatda mumkin emas deb qarayman men shaxsan. Biz qarshi taraf bilan to'y qilgandan keyin bizningki chaq-chaq yerilib ketgan qalblarimiz, mush atrofdagi jamiyatning ota-onamizning besimi sel tuvallagandan keyin ondan qarshi tarafningki haqiqiy asli holatini ondan ko'ramiz. Albatta bu vaqtda ayollar o'tirsida nurg'unlagan ziddiyat majralar bo'ladi. Bu nurg'unlagan odamlar hal qilinmaydi, hamda bu nurg'unlagan odamlar hal qilmay bir umr bo'yicha o'tib ketadiganlarmi yo'q. Chunki bizningki qarshi tarafniki asli holatini ko'rishimiz, qarshi tarafni haqiqiy tushunishimiz uchun eng boshda o'zimizni tushuna olishimiz kerak. Odam o'zini tushunishmi bu mushkul bir jarayon qarang. Biz o'zimizni tushunib, o'zimizning qalblarimizning kamiyatlarini tushungandan keyin bizning ko'zimizga ko'rinayotgan bu dunyoniki oning ko'zi ko'rinayotgan dunyoga o'xshamaydigan bir dunyoligini ondan bilalaymiz. Ondan biz qarshi tarafni egiz ko'rib olgan, paka ko'rib olgan, haddidan ziyod oq ko'rib olgan, haddidan ziyod qora ko'rib olgan yerlarimizni tozlayib, qarshi tarafning jo'rimizniki asli holatini ondan ko'ralaymiz. Bu vaqtida agar biz qarshi tarafni ikkinchi qatim yaxshi ko'rib qola olsak, qarshi tarafniki haqiqiy o'zini asli holatini yaxshi ko'rgan bo'lamiz. O'zimizniki orzularimizdagi, xiyolimizdagi jo'rimizni emas, haqiqiy mush bizlar bir yashayotgan, bir yostiqqa bosh qo'yayotgan shu odamning o'zini yaxshi ko'rgan bo'lamiz. Shuningcha jo'rimizni haqiqiy yaxshi ko'rish uchun uni ikki qatim yaxshi ko'rishga to'g'ri keldi. Birinchi qatim o'zimizning xiyolimizdagi jo'rimizni yaxshi ko'ramiz, ikkinchi qatim ondan haqiqiy jo'rimizning o'zini yaxshi ko'rgan. Lekin ikkinchi qatimlik muhabbat bu intayin baxtlik, lazzatlik, ta'mlik bo'ladi-ki, bu turmushda jidallarning, majraning baxtsizlikning bo'lishi asosiyatda mumkin emas degan. Shuningcha bu yerda muhabbat degan nima desangiz, bir odamniki o'zini haqiqiy tushungandan keyin qarshi tarafniki asli haqiqiy holatini ko'rib, haqiqiy jo'risini yaxshi ko'rgan holat.